Assalomu alaykum. Qadrli yurtimiz a'zolari, Xudo xolasa keyingi zagasimiz bilan tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 4 ta eshik, 3 ta rom qilib berdik. Akamiz bilan o'zimizni Andijon viloyati Buloqboshi Kulli qishlog'iga Qashqar mahallaga olib kelib o'rnatdik. Romlarimiz rasmiy keladigan bo'lsak, 1.30 ga xo'sh, bo'yi 1.40 lik bo'lganda. Xudo xolasa aynalari gulli aynan qo'yilgan, o'rtasi ochiladi. Mana eshiklarimiz 90 ga bo'yi 205 lik eshiklar. Zamonlarda ham o'ta zo'r, sizda oshmosh uchlardan penlab o'rnatib qo'ydik, chiroyli qilib. Ichkaridagilar endi ichkari turibdi, shuning uchun kirmadik. Mana o'rtasi ochiladi. Mana ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa mana kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa telefon qilishlar mumkin. Nomerimiz 97 lik 224 22 55. Qanaqa rangidan kerak bo'lsa qilib beraveramiz. Jigar ham, mo'l kerakmi? Xohlagan ranglarni qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz, vodiy bo'ylab borib o'rnatib beramiz. Kanalimiz yangi bo'lsalar bitta podpiska qiling, kanalimizni rivoji uchun. Hammalarga rahmat, sizlarga omad.